Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday Qirg'iziston Arashan ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga inshaalloh juma Sayyidul ayyom, hammaga juma muborak bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan olib boryapmiz. Sizlarga bugun Qirg'izistondan keltirilgan bo'g'oz sog'liqlar arzon narxda bo'ladi. Kanalimizga yangilar bittadan like bosib, obuna bo'lmagan obuna tugmachasini bosib turasizlar. Kanalimizning rivoji uchun men sizlarga chiroyli qilib video ulashishga harakat qilaman. Akalar, bu yerda 3 ta qo'chqorimiz, Arashan qo'chqorimiz. Kecha oyog'ini tirnog'i o'sib qolgan ekan, bunisini olib qo'ysam oyog'i qorib qolibdi. Xudo xolasa mana razezlari ham o'ta kelgan holatda. Uchala Arashan qo'chqorimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlar pastda qoldiraman. Aloqa chiqib ma'lumotlarni olasizlar. Bo'ylari 80 plus xonasida, 80 o'rtadagi 90lik. 80 plus xonasida aloqa chiqib. Bu yerda 18 bosh sog'lig'imiz kechqurun kelgan. Soni 18 ta. Bo'ylari hammasini tishi yaxshi, hammasi 2-chi, 3-chi qoringa, bitta 1-chi qoringa bo'g'ozi. Bo'ylari 80 dan 90 gacha, 95 gacha mana shu qo'ylar. Katta qo'ylar, 95 sm-lik qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Kimga aynaqa kerak bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Ha, bularimiz nechinchi qoringa bo'ladi, Jobirbek? Bular birinchi qoringa Aslonni hammasi birinchi qoringa bo'ladi. Hammasi ikkitish variantidan. Prosta aybi yo'q, aybi taralmagan, ozgina pardoz berilmagan. Birinchi qoringa bo'ylari 75 plus 80 plus minus xonasidan. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buni davomi mana edi akalar. Birinchi qoringa bo'g'oz. Buning ichida 4 dona bor, 8 kishi mana qo'radi. Ha, 4 ta 8 tasi bor. 4 ta 8 qo'zisi bor, 3 dona. 3 dona qo'zisi bor. Mana 4 tish, 2 tish, 6 tish bu bayda ham. 4 tish, 2 tish, 6 tish. Hammasi yosh. Mash hurmatli obunachilar, mash qo'ra bilan mana qo'ramiz kishi yosh. Hop, qo'y qilib men 6 ta, 7 ta, 6 yil, 7 yil tug'dirib boqib yuraman degan akalarga, aka-ukalarga, opa-singillarga tavsiya qilaman, xudo xolasa. Bugungi juma hammaga aksiya qilar qarasam, mashg'ullar. Aksiya narxida. Hop, bularni men o'ta qulay qo'yib beraman. hop, narxini qaranglar, hurmatli obunachilar. Mana shu qo'rani bilan bu qo'ra nechta soni? Yo'q, men aytib o'tay, mana bitta begona qo'y. Ha, monosi begona qo'y, mana shunisi, ha. Obunachilar bu qo'y ham ketadi deb qo'yman, begona birovni Ha, qo'yi. bu begona qo'y. Bir donasi. Hop, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9 tasi. Bu qo'radan 9 tasi, hurmatli obunachilar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ta. Общий soni, hop, hurmatli obunachilar, 29 ta. Bularni yeb ichishi mana hali hashar solgan mana ponni oxirida tozalab qo'ydi. Yeb ichishlariga yana bir hafta kafolatini beramiz. Biz sinovimizdan bir kun o'tdi, yana bir hafta kafolatini beramiz. Bularni bir jiga bo'lsa bo'g'oz variantida. Hop, 4 million 600 ming so'mdan bo'g'oz, sog'liq hech qayerda yo'q. Optimiga olganga 4 million 600 ming so'mdan shu summadan o'zim bilib chiroyli qilib xayrini ham qilib beraman. Hop, men o'rtasidan bo'lib olaman, tanlamay yarmini olaman desa ham o'sha narxda ketaveradi. Hop, bitta, ikkita, bittadan 10 tagacha olgan odamga 5 million so'mdan tanlab olsa, mana chiroyli qilib mana sariqlardan, bunaqalardan tanlab olsin. 5 million so'mdan Samarqandgacha dastlabki xizmati meni, ya'ni ana son Yunusaliyevning bo'ynida bo'ladi. Aloqa chiqarasizlar. Eng arzani faqat Anas Blogger kanalida bo'ladi. Kanalni yo'qotmaslik uchun bittadan like bosib, hech bo'lmasa nasib qilsin jigar deb ketaverasiz akalar.
Ha, bularni narxi bo'ladigan bo'lsa, bularni soni 18 ta. 18 tasini bir joyga olaman degan akalarimizga 7 million so'mdan dastlabki Samarqandgacha aloqa ochib qo'yasizlar. Bu qo'chqorimizni O'tarayapman. hop 3 tasini haqiqatdan men olaman, chiroyli qilib zot yo'nalishida 1 yil boqib chiroyli qilib sotaman yo bo'lmasa bola olib yuraman degan akalarimizga xudo xolisa tavsiya qilaman. Bular uchalasining narxi hop $700 dan dastlabki Toshkentgacha qilib beraman. Aloqa ochib qo'yasizlar.